Qizlar shoshmanglar. Ovqatlanib bo'lgandan keyin idishlarni olib, idish yuvadigan joyga olib borib qo'yish kerak. Sizlar qiz bolasizlar. Yuvib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu ishlarni siz qilasiz. Uyda oilaga qarashmaysizlar bunaqa ishlarda. Bizning uyda bu ishlarni xizmatkor qiladi. Albatta, siz qilasiz. Hozir idishlarni olamiz. Idish yuvadigan joyga olib boramiz. Xo'pmi? Qani, aloqa. Bekzod Murodovich, oshxonada o'quvchilar majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Tushunmadim. Oddiy idish tovoq yuvuvchi kichkina qizchalarni idishlarini yuvib qo'yishga majburlamoqda. O'zlari ovqat yegan idishlarni yuvib qo'yishini nimasi majburiy mehnat? Unaqa ishlarni qilishi kerak bo'lgan odam bor. Shu ishi uchun maosh oladi. Maoshini halollab olishi kerak. To'xtang. Kecha komissiya kelishiga o'zingizcha aqllilik qilib kichkina qizchalarni tashqariga yupun kiyimda olib chiqibsiz. Mabodo o'sha ishingiz majburiy mehnat emasmi? Ha, endi maktabimizni obro'si. Siz ma'naviyat yetakchisiz. Keling, ma'naviyatimizni oshirishni oshxonadan boshlasak. Direktor sifatida buyuraman. Bugundan boshlab 3 oy davomida oshxonada bolalarga ovqatlanish odobini o'rgatasiz. Qo'l yuvishdan tortib, ovqatlangan joyini yig'ishtirib qo'yishgacha. O'zbekona uslubda. 3 oydan keyin nima ish qilishingizni gaplashamiz. Xo'p. Domla bitta choy. Iya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bezatbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Men sizni Buxorodan idish tovoq yuvishga olib kelmaganman. Nima qildingiz? Ertadan boshlab sinfxonada dars o'tasiz. Yo'q-e? Lekin Sardor dadasi Ev odamni qo'ying. Bunaqa odamlardan qo'rqsak, ta'lim nima bo'ladi? Bu odamni bolasi bilan ishi yo'q. Maktabga ham kelmaydi. Faqat sizdan iltimos. O'quvchilar jahlingizni chiqarsa ham sovuqqon bo'ling. O'zingizni bosing. Afsuski, xalqimizni ba'zi bir odamlari shunaqa. Mansabdor shaxslarni hurmacha qiliqlarini ko'taradi. TikToker, bachkana vaynerlarni maynavozchiliklarini ko'taradi. Artistlarni erkaliklarini ham ko'taradi. Lekin afsus, o'qituvchini xarakterini ko'tara olmaydi. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Ochig'i, men sizlarga dars o'tishni juda ham sog'indim. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Sardor? Rahmat. O'tir. Xabaringlar bor, yaqinda olimpiada bo'ladi. Maktabimiz o'quvchilari har yilgidek matematikadan birinchi o'rinni olishi shart. Darsdaman, keyinroq telefon qilaman. Darsdaman. Qaytaraman. Olimpiadada bizni maktab o'quvchilari matematikadan birinchi o'rinni olishlari
shart. Nimaga kiraverishda qorovulga telefoningizni berib kelmading? Men qorovulga berishim kerak. Telefon meni shaxsiy mulkim. Lekin dars seni shaxsiy vaqting emas. Jarima. Darsdan keyin oshxonani polini artasan. Kelishdingmi? Davom etamiz. Obbo domla, qalaysiz o'zingiz? Yaxshi, Charchamayapsizmi? rahmat, Kamchiliklar yo'qmi? rahmat. Lekin sizni o'zingizda kamchilik bor. Qanaqa? Ha, bu oshxonani polini artishga odam kerak bo'lsa, aytmaysizmi? Bir 20 tasini o'zim olib kelib bermaymanmi? Mardikor bozorda. Bizi Bo'riboyevachchani oshxonani polini artib yurishi g'alati emasmi? O'g'lingizga jarima qo'llandi. Darsga telefon olib kirgani uchun va telefonni jiringlab darsga xalaqit bergani uchun. Shunga oshxonani polini artadimi? Target maktabimizning ichki qoidasi, o'zingiz boshida bolangizni olib kelganingizda qoidalar bilan tanishib imzo chekkansiz. Menga qarang, domlajon. Qanchadan qancha narsalarga imzo chekilyapti. Birortasi bajarilyaptimi? Eshitishimga qaraganda kecha oshxonadan yana darsga qaytibsan. Menga qara muallim. Bu safar oshxonaga emas, hojatxonaga kirib ketmagan. Endi domlajon, uyga bora qoling. Bu metro ham yopilib qolmasin. Boring, uyga boring.